Assalomu alaykum Xorazmliklar. Bu yerda Bag'atda obyektimizni xudo xolasa bitirdik. Ko'mir kotelni qo'yib berdik. BYD Titan, Rashtinova gruppa bezopasnost sirkulyatsiya nasozlar. Bu yerda teplo nasoz kotelimizni teplonaster qo'yib beramiz. Xudo xolasa hozir poka remont ishlari yetib turibdi ichanda. Shunda turib polni ishlatib, tekshirib beramiz. Kelib yana. Video davomini kuzatib turinglar. Hozir ichonlarni ham ko'rsatamiz. Bu yerda kuxnyada bir radiatorimizni qo'ydik. Bunda panelli radiatorlarımız, bu yerdan hammasini press fittingda ishlangan bizandalar. Yine götürse italyanskiy turba chexolda. Balansировочный krallar. Bu yerda yine ucu kafel bani bitgan edi. Narujniy etib, bu yerni taqib berdik. İçanlarni görseniz bir qata. Alanda yine 2'ni koyduk. 2 metrlikten. Bu yandan koyup verdik. Şimdi içandagi xonalarni ko'rsatib o'tirmoqlar. İçandan qo'yilgan bargi xonalarni ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Bu yerda bizani kollektorimiz turibdi. Hamma kollektorlarimiz termoregulatorli kollektorlar, rasxadamerniy. Shunday qo'yib, luchoy sistema etib o'tirib berganmiz. Graduslari ko'rsatib turadi, manometr bor hammasida. Bu yerdan radiator. Bir yandan içandagi xonalarga qo'yib berganmiz. Zallarni ko'rib turganlaringizdek, podacha, obrotkati, pastdan chiqarib berganmiz. Bu yerda içandagi beram qo'yganmiz yana radiatorni. Bu yerda bilan polni radiatorni qo'yib, ayna bilan dang sarg'anib chiqib turibdi. Toshni sentra qo'yib, mollashtirib, hammasi pressda ishlangan italyanskiy nalarda. Turba chexol, nержавейкалari hammasi. Shunday xizmatlar bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Murojaat etaverasizlar. Xorazm Santexnik 3077